Mayli, judayam noto'g'ri qilyapsizlar Shahzod. Judayam noto'g'ri qilyapsizlar, lekin mana aka, olaman. Sizlar hozir menga bunaqa zulm qilmanglar, chunki bir marta bo'lgan pand yegan lekin. Kim zulm qilyapti sizga? Hozir mana bu davlat balansidagi uyga hokim ruxsat bergandilar, yo'llariga uchrashgandim. Uy joyim yo'qligi uchun. 3 kun ko'chaga yomg'irga qolib ketdim. Endi hammada ham bo'ladi bunaqa narsalar. Keyin murojaat qilganimda mayli degandilar. Keyin aytdilarki, meni boshqa balansimdagi uyga turib turing deb, mana shu uyni bergandilar. Mana 1 oy bo'ladi turganimga. Ungacha mahalla raisi kelib, deputat Navruz degan kelib, meni kecha anov qilib, opajon nima anov deb nima qilib ketib, bugun kelib Nargiza Xonqulova bilan birga nechida bugun? 2-aprel. 2-aprel. Hozir kechga kelib, oldiga meni bitarib, uyda mana shu narsalarni chiqarib tashladi. Hozir boradigan joyim yo'q. Ikkinchi guruh mana aka, ikkinchi guruh nodiraman. Uy joyim yo'q. Yolg'iz onaman. Inshaalloh to o'yin bo'lgan yerga turib turadi, ruxsat olganman. Mahalla raisi ham rozi bo'lgandilar. Matlab Ochilova ham, shaxsan Matlab Ochilova ham hokimimiz Normurod Xolboyev anaqa topshirib bergandilar. Ular qo'yish uchun. Ular hozir endi Nargiza Xonqulova bu birinchi marta emas, ikkinchi marta bo'lyapti. U oldin ham shunday tazyiq o'tkazgan. Bu hozir faqat tazyiq, bitta menga emas, hammaga. Hozir yana shunday qilib meni tazyiq o'tkazib, menga tuhmatlar qilyapti. Kirsangiz uyda ahvoli bir nima. Ha. Mayli to'lamaydi, bu yolg'on aytadilar. To'layman. Mayli deyapman. Qulflab mana narsalarni chiqarib yuborgan. Opani eshitmadi, mashinaga minib ketdilar.